Harbiy yurtdan qaysi davlatdan keldingiz ki? Rusun davlatidan. Qizchaq, Ko'kzar to'g'risida bir gap anglaganmaydingiz. Ko'ksahar G'arbiy yurtning alayda xushbiroq materiali. G'arbiy yurtda o'stiriladi. Bu yer yangi qarliq tog' cho'qqisida 30 yilda bir qatim ekiladi. Yeminchagimi bundan azroq ekegan edim. Bu xil xushbiroq materialning ishlatish miqdori intayin yuqori. Muvofiq ishlatganda teri asrash roli bor. İşletiş miqdori ko'pib ketsa, odamning xiyoliy tuyg'u paydo qilib saranda qilib qo'ydi. Begim turmaslar. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 55 raqamini yo'llab turing. Tebegim. Sizlar boya Ko'ksaharning ta'siriga uchirdilar. Boya biroq sizlarga ig'ir ta'sir qildi. Shunga xiyoliy tuyg'u paydo bo'lgan. Yo'l qizchaq. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 55 raqamini yo'llab turing. Yo'l qizchaq. Siz hozir loyit xatarga qolib tushib qoldingiz. Shunda xatarda qoldim. Kenallah. Yo'l qizchaq. Yo'l qizchaq. Yo'l qizchaq. Gapimni anglang. Gapimni anglang. Odam qaytam hujuringizga uyushtirib olgan hilak qotilning yovuz lashkarlar bilan aloqasi bor ekan. U yolg'ondirgan odamlar milliyada g'alati holat paydo bo'ladi. Oxirida qumdak to'zib o'lib ketadi. Shunga sizning hayotingizga xatar ichida qoldi. Men qasdan sizning tishingiz tegmoqchi emas. Barbarlab ketdi. Qon bilan o'tni saldim qilib, o'zim yo'lga kirdi. Yolg'iz chaqdim kishi tangdarsizdir. So'nat ishgina echingma. Insonlarni to'singma. Ovoz chaqni qo'zingma. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 55 raqamini yo'llab turing.